Assalomu alaykum, Universal Obzor kanalining hurmatli tomoshabinlari. 2026-yilda ko'mir narxlari nech pul bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun biz Farg'onaning Bog'dotidan ko'mir narxlarini yoritib beramiz, do'stlar. Xo'p, 21-avgust hafta kuniga juma bo'lyapti. Xudo xolasa, yaxshi ko'mirlar kelgan, dastavkalari Bog'dotda ichiga mutlaqo tekin ekan. Qolgan joylarga, ya'ni vodiyning ichiga kelishilgan narxda. Ustakamizdan to'liq ma'lumotni, narxlarini chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Sizlar bittadan like-ni bosib tursalaring do'stlar. Javohir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Olyapsizlarmi? Rahmat. Xudo xolasa chiroyli ko'mirlar olib kelib qo'yibsizlar. Albatta. Xalqimizga mana shunday qilib chiroyli qilib yetkazib beryapsizlar ekan. Bo'lmasam sekin ma'lumotini beraveraylik. Ko'mirlarimiz qaytdiki? Xudo xolasa ko'mirlarimiz Angren'da birinchi sort aka. Sababi endi hamma hozir qish kunida odamlar yilda bir marta ish tushgani uchun bu ko'mirlar sorti borligini ko'pchilik bilmaydi, narx har xil bo'lgani uchun. Hozir bularda Angren'da birinchi, ikkinchi, uchinchi sorti bor aka. Sortiga qarab narxlari har xil bo'laveradi. Endi sifatda ham xuddi shunga o'xshagan. Misol uchun kimdir 1,5 ming so'mdan narx ko'rgan bo'lishi ham mumkin, 1600 so'mdan ko'rgan bo'lishi ham mumkin, 1650 so'mdan ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozir biz sizlarga taklif qiladigan ko'mir Angren'ning eng yaxshi ko'mirlaridan biri. Adborlarini 1650 so'mdan qilib beramiz aka. Ya'ni qanday bo'ladi desangiz, xohlasam bunaqa bir kishi ko'taradigan standart bo'ladi. Yo'q, meni uyimda yo'q qariya odam bor, ayollar bo'ladi, yo men Moskvadan ko'ryapman, maydalab bergan odam yo'q deydigan bo'lsa, bunaqa standart qopda ham narxini o'zgartirmagan holatda aka. Ko'rsangiz bo'ladi, standart qilib qoplab ichiga garantiya beramiz. Ya'ni garantiya berish qanday? Mana bu ko'rsangiz bo'ladi aka. Bunaqa musorlari chiqmaydimi desangiz, chiqadi. Lekin biz hammasini ko'rib turibsiz, ajratib tashlaymiz. Bundan maqsad aka, misol uchun hozirgi kunda pul topish o'zi oson bo'lmayapti. Olgan odam ham og'rinib qolmaslik kerak. Endi kommentariyada yozishlaring mumkin, biz tarafda 1,5 ming unaqa deyishlaring mumkin. U apartak ko'mir hisoblanadi. U ham Angren'da ko'rinadi, lekin sorti boshqa bo'ladi aka. Shunga qarab sort har xil bo'laveradi. Endi mana bu joyda aka kelib ko'rsangiz bo'ladi. Endi mana bunday tikib ham beramiz. Sababi aka, hozir hammaning uyida burchatka bo'lib ketdi. Yomon iflos bo'lmasligi uchun chiroyli. Yo'lda ham ochilib ketmaydi. Yo'lda ham ochilib ketmaydi. Shunaqa chiroyli tikib beramiz. Necha kilodan chiqyapti? Bularda qopi 45, 50, 52 kilogacha chiqadi bu. Hammasi standart mana shu qo'lda qoplangan bo'ladi. Bularning narxini 1650 so'm. Xohlasa qopli, xohlasa qopsiz, o'sha yaxshi variantdan qilib beramiz. 10 ta qop desa standart chiqadi. 10 ta qop desa standart 500 kilo, 520 kilo. Endi mana bu joyda endi kravatda elangani bor aka. Ko'rsangiz bo'ladi. Buni eng maydasi qanday bo'ladi desangiz, eng maydasi tuxumdek, yong'oqdek bo'ladi mana shunaqa. Eng kattasi mana bunaqa mushtdek bo'ladi aka. Bu ham pechga setkadan o'tadi. Setkada mana qumi alohida bo'ladi. Buni kravatda elangani alohida bo'ladi. Bularning o'sha yaxshi sortini 1450 so'm qoplab beramiz, tayyor qilib. Hozir mana ustaka solyapti turgan qopga mana shundan, xuddi shu mana qo'lda ko'ryapsiz, kurayda umuman ishlatgani yo'q. Faqat qo'lda teriladi. Qo'lda terilar ekan. Sababi kuray ishlatilgan bo'lsa, ma'lum miqdor qum ham aralashib ketishi mumkin. Setkadan bu yoqqa o'tgani 1450 so'mdan Bog'dod bo'yicha dastavka, vodiy bo'yicha dastavkamiz kelishadi. Rishton, Oltiariq, Uchko'prik ketaveradi. Bog'dodga tekin. Bog'dodga tekin qilib beramiz. Mana bunaqa qumlarichi? Endi anaqa qumi bor aka, bu qumini 700 so'mdan qilib beramiz. Agar misol uchun uyda uyga pechkaga yoki hozir mana katolga ham yoqishyapti yoki novoylar uchun ham 700 so'mdan dastavkachida olib borib beraveramiz Bog'dodga. Endi katyollar ko'payib ketdi aka. Katyollarga ishonchli shubarkollardan olib kelib beryapmiz. Hozir mana shubarkol kichkina qopda qoplab olib mijozimizga buni chiqarib yuboramiz, tayyor tortib qo'yilgan. Bularning narxini 1400 so'mdan tayyor qoplab beryapmiz. Ya'ni hozir 1400 so'm hamma joyda bo'lishi mumkin, lekin hozir katyollar ko'payganiga shakarop deganda chiqqan. Ya'ni qanday bo'ladi desangiz, bitta vagonga 10-15% ga boshqa ko'mir qo'shib yuborishyapti. Shu oddiy katyol ko'mirga ham. Biz 2 kundan keyin qishda yoqqan paytda gradus ko'tarolmasa yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, xohlasa pullarini, xohlasa ko'mirdan almashtirib berishni bo'ynimizga olamiz. Xo'p. Telefon qiladigan bo'lsa, misol uchun, ko'mirga tushunmaydigan odam telefon qiladigan bo'lsa ham tavsiya berilaveradi. Albatta. Bizda misol sotib olmasangiz ham telefon qilsangiz, to'g'ri tavsiya berib, to'g'ri nima beraveramiz aka. Hammasi bepul. Ajoyib. Menimcha, qo'ldan kelgancha hamma ma'lumotlar berdik. Albatta. Ko'mir kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozir yozgi kunida bosib qo'yadigan bo'lsa, aka nima arzonmi hozir? Narxlar o'ynaydi. Yo'q, narx-navo hozir arzon, keyin hozir quruq bo'ladi. Misol uchun hozir quruq, misol bitta qopimiz o'rtacha 45, 48, 50 kilo chiqadigan bo'lsa, qish kunida 60 kilogacha chiqishi mumkin. Sababi yomg'irlar hisobiga, boshqalar hisobiga ho'l bo'ladi. Keyin ortiqcha suvni ham pulga sotib olishadi. Undan hozir ayni payt hozir bosib qo'yadigan bo'lsa, quruq, ishonarli joydan qilib beramiz. Ekranda nomerlar bor, telefon qilaverasizlar do'stlar. Videoga like bosamiz, ayamaymiz. Tanishlar, gruppalarga tarqatib qo'ysak, mana shunday ko'mirlardan olib qo'yadigan bo'lsalaring,
quruq bo'lar ekan shu. Albatta. ustaga Yana ham bitta aytgandek. narsa, agar shu kanal obunachilaridan 10 ta odamga mana shu 1650 so'mdan sotayotgan ko'mirimizni 1600 so'mdan qilib beramiz. Faqat obuna bo'lib, like bosib qo'yishsa bo'ladi. Gap yo'q, gap yo'q. Birinchi chiqqan 10 ta odamga, Albatta, xudo xolasa, albatta. gap yo'q. Javohir ma'lumotlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Qadrdonlar, sog' bo'lasizlar.